moddiy va ma'naviy hayotimizning yorqin julosi. An'ana va zamonaviylikning bosh qo'shgan payti. Qani chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' orzu, buyuk gullanish. İstek şudur, güzel yüzleniş. El kaynak murasim paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-sotiq şirketi öz üstüge algan. Erkeklerinin yarışqı varis kiyimleri bilen bazar tepivatgan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi alohida qo'llagan. Salam ko'rurmanlar. Murasimlarimiz programmamizni ko'rishni qarshi olamiz. Men riyosatchi Jushqun Juma. Murasim bir jamiyatda shuning uchun muhimki, u bir ijtimoiy to'p a'zolariga o'zining mavjudligini to'nitib turdi. Shunga o'rtaq his-tuyg'ularimiz ham qimmat qarashlarimizning aslinib turishi uchun murasim faoliyati va yig'ilishlarimizning bo'lishi zarurdir ham tabiiy ahvoldir. Shu vajidan bugun murasimlarimiz temasidagi programmamizni texmi betish maqsadida aziz mehmonlarimizni kutib o'tiribmiz. Qani, davomli programmamizga diqqatli bo'lgaysizlar. Xo'sh, Qaysar apanda o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan yetarsizliklar qaysi? Navbatdagi restoran mulozimati iste'molchilarning ehtiyoj talabidan qanchalik yiroqlikda? Sizning restoran tanlash o'lchamingiz qanday? Texmo tafsiliy mazmunlarga qiziqsangiz, programmamizning keyingi soniga davomli diqqat qilgaysiz. Endi yetarsizlar deyishim sabab restoranda raqobat pek kuchli emas. To'ychilikda kuchli emas. Ajab bundan davatisiz. Qahvaxona, samovar sho'rpisi, tamoqxonalar qaraganda restoranda raqobat kuchli emas. Shuning bilan restoran xo'jayinlaridimi, masalan, o'zimizni qamchilsak bo'lardi, bizdan bor bo'lishi mumkin. Bizning bir restoranlar bor, mush to'yxonalar. Shu yerga kirib, masalan, eng olti o'zimizning gapini deyishimiz kerak-ku. Mulozimatchining 6-7ni qo'ydik yo 7-8-10ni qo'ydik. Bizning jo'zjiq emas, yoki 15 yo 20 jo'za. Xo'sh, shu yerga tamoman bir mulozimatchi ikki jo'zga tamoman qariya oladi. Birinchidan xaridormi masala bor. Ondan to'yxona ochgan mushu restoranchilar bizlardimi masala intaynjiq. Nima masala bor? Mulozimat qilmaymiz. Gulpari kelib mantiz vassa, bu taxslarni o'zi aytib, taxsina chiqib birimiz qato dastlab qo'ygan suvi va taxsina. Buni aytib ondan bu qizchaq ishni qildi. Buni tuz bir qadam bor. Ondan masalan aqalli savat Öykəgə mehmanğım toxtumay çay qoyuşumuz kerak. Hazır 10 jozluq ustalda çaynak yapırımız özü qoydu. Jozluq ustalda var. Çayda baqırab ketimiz. Çayda baqırab ketimiz. Çayınız təxi yox. Ondan təxi birdən təqsirlərinizin altında bir muncha şu şübhə əməsdən mavud qatıq yeməkliklərini yegan bolsanız şunun şübhəkləri ondan nəslə olub qaldı. Yoki tamaqlardan qıltıraqlıq tamaqlar, beliqlar olub qalsa onun qıldırıb oldu. Açtırıb qaldı. Da qarab men bu nima uchun mushna bo'ldi deb men buni analiz qilib baxdim. Birinchidan raqobat intayin ojiz. Mau qahvaxona, tamoqxona yoki sizning masalan pishiriqxonangizga nisbatan raqobat intayin kuchli. Bugun siz yaxshi qilmasangiz, ertasi bozordan chekinsiz. Lekin restoranchilikda bozordan chekingash yo'q. Ehtiyoj ko'p, restoran oz. To'g'ri. El Kaynak murasim paranglari. Endi nurg'un, masalan, bizning restoranlardan bo'lib qolganmiz, eng alt uzam deyishim kerak. Bizning restoranlarda ba'zanda choy voyga yetmay, choy degani 80 gradus chiqqanda qaynaydi. Gradus yetganda voyga yetmagan choylar quyilib qolgan bo'lishi mumkin. Mushlarning hammasi bizdagi gap. Bu bizdagi gap nima uchun bunday bo'ldi desa, bizdagi bu gap birinchidan bizning mushu to'yning egilari şu zalını biz berganda o'zini mulozimat qilib ketdi. Hammani o'z qilayotgan ekan biz misal qo'rnib qilib ham biz mushtara qildik o'xshaymiz deb so'ng ashna ishlar olib qo'yildi. Qirg'imiz bormi? Endi biz asta-asta bu mening ishim emas o'xshaydi degandek chekilib qolamiz degan. Masalan, hozir bizning mulozimatchilar masalan bugun kashtimi to'y va mush to'yda unda men kirib zalg'imda qarab boqim qarsam 6-7si bir yerda dugulishib turib olgan. Bizning vazifamiz shu tamoqni chiqarib bersak vazifamiz tugudi deb o'ylaydi ekan. Tugudi vazifa. Bo'ldi. To'g'ri, hozir ashtaq bo'lib qoldi hozir. O choy quyish degan gap, shu choy deb vaqasingiz, ondan choy va yerdan sizning mush chaynagingizga chaynak olib bersak, bu vazifam tugudi. Bu choy deb vaqiraydiganimi, shu urug' tuqqan. Ondan shuning bilan yaqin tunish bilish, yoki bo'lmasa to'y qilgan,
Bek ciddileş, bazı adam bek ciddileşmiş şu günü. Şu toyunun ilgisi dada, ana aşağıda aşağı görüyordu. Hem bizden şu mülazimetini talep kılmavatkan gap. Pulunu kaçtap şu mülazimetini talep kılmavatı. Bunda buluşuda, bunda siz bilip durup nemiş kıymediniz deyişiniz mümkün. Bilip durup nemiş kıymedinizse ben daim orlaştırıqlık. Mesela şuruklar kelgen zaman bunda kıpırınlar. Ben ibayetten kalıqı beşit degenim. En bomğanda boptu bu. Emmini bundan sekmi pestin bozmaya çıkıp biz tüzüş bireydi. Dep tüzüş içeriyandı mı? Muş ballarını arlaştırmaydı. To'g'ri. Bizga jiq uchraydi. To'g'ri. Ajab gap bo'lib qoldi. To'g'ri biz endi Amillik ko'ringan masalani ishotimizda hozir. Asosan ben desam, ben bu dilimde şagird olsa anda qiladi. Ya toptirolma sifatiga nim qilay, chiroyli chiqsin. Masalan, hozir mau san'atlik alda, masalan, mau tam deyli, astığı çoxum mau kök taxsda, mau biz işlətdiyimiz aq taxsa. Onunğa hozir shunchalik san'atlik yerdek naqsh qilgan kichik qog'ozlarimiz bor. Pishiriqning texim julali qilgan chiqishiga. Ya axni işlətdim, aşın çağanda tortni mındaq tizim. To'rt parcha mındaq tizim. Aştala tizgankin, o mülazimet dərstlik bala bunu bilməydi. Dasxan chiroyli chiqmaydi degan avvada. Şunun bilan ma sahibxon bo'lgandim, o'zimiz tizib kelgan. Ben bunu şundan yumruq baktım. En kız ben dedim, ne tuttu? Ma dasxanı köydüğünüz mü? Ben işki yerdaşlap kıldım. Ben bir tiz verdim köydüğünüzde. Acuz açta çıkıp veriniz yer balla. Kılalaydı. Tizalaydı ameliyatda. Biz capadat ben mi cozunda kılmaydı bu oldu. Karan bana. Ben apırıp vereysiz. Müşta tizala. Köz tut koyma. Tüyeydim. Bu yerdeki mesele coşkun. Ben de oyuldum şu toy kıgan, şu toyun ilgisi deyimiz ata-anne. Bugün mektep kettim. Demek çoğunun bu toyga ata-annelar bu toy kılıvatkan umum bizning xalqda şu günü üzünü bir mülazimetçi görüp kaldık ya. Özlem işlep işlep. Doğru. Özlem kılıvatkan. Ameliyattan bu şunu biliş gerek. O diye o gün şunda bir hemimizden közü şunu biliş gerek. Hemimiz berip nihayette o tak kolunu verse biz koş kollap görüşümüz gerek. Neymiş kalsa şu en hürmetkiga ata-ana. Ömürdeki en baxtlik ballarının toyunu qilgan yaxshi kun. Yaxshi kun, to'g'ri. O kuni u en mütevar adam bo'lish kerak. To'g'ri. Hamda bu yerda mushni bir hamda mushni cho'qim o'zining qalisidan chiqarish kerak. Bizdan talab qilish kerak. Mama mulozimatlarni qilib tursizlar, bunda qila olsanglar, olma ma restoranni bo'lmasa bo'ldi deyish kerak. Lekin restoran kamchil. Xo'sh, lekin restoran kamchil bo'lsa-mu, buning cho'qim raqobat chiqadi hamda. Demakchi biz mushaddab o'ltirib deyalaymanki, biz boshqa restoranlarda cho'qim biz bu vazifani hammani o'z ustimizga olamiz. O'z ustimizga elib, maybaytab o'tgandek hamma narsani o'zi qilsin. Zagami oltinni o'zi so'qsin. Masalan, Gulparilar pishirig'ini akasin. Qanday vaqt qo'yilganini biz deymiz. Siz akapirsiz qanday akapirib hamchi bir ish qatim ko'rsatib qo'ysiz bo'ldi. U mulozimatni biz qilishimiz kerak. Ondan siz o'zingiz tizmagandan keyin haqni misal to'ya olasiz-da. Masalan, setiblam ketdingiz deganga o'xshash bo'ldi. Hamda bu yerda mushunda mulozimatni ota-onalar bizdan talab qilish kerak. Programmamizni varis kiyimchiligi alohida qo'llagan. Hamda mening kutilgan umidim nima desa, mushu xerida ata-onalar, to'ychilar bizdan cho'ng mulozimatlarni talab qilish kerak. Bizdan yozmicha mamamani qilib birisi bundan qilib birisi biz shu bo'yicha shuni o'rinlasak bo'ldi. Shunda qila oladigan tamoman bizda sharoit bor. Burun hamda 100 ustal, 50 ustal, 60 ustal degan vaqtlarda balkim nay chalaq bo'lib ketishi mumkin. Hozir bak eshib kelsa 35 ustal bo'ldi. To'g'ri. Shu 35 ustalga meningcha bizning mulozimatchilar, shu restoran xo'jayinlari, shu restoran tamoman qila oladi. Endi haqiqiy mulozimat davriga kirdi desak bo'ladi. To'g'ri. Nayt samimiy aytdingiz, balkim shu restoran igiz taraf bo'lishimiz bilan mushunchalik bir pozitsiyani bildirish shaxsan meni nayt suyundirdi. Haqiqatan burunqi restoranlarimizningki qurilmasi, ko'lam, mehmonlar qurilmasi jihatdan faqat biz ta'minlash mulozimatini qildik. To'g'ri. Bu yerda haqiqiy ma'nodagi mulozimat yo'q. Hali hamgacha mushkil shaklda davom etyapti. Men o'ylayman, bizda restoranlarimiz haqiqiy mulozimat shakllanmadi. Boy degandek Qaysar apandi deb o'tdi. Ashuncha inishki darajaga borgan chaqda bu biz to'yninki haqiqiy hurmati, izzati, mulozimati shakllangan bo'ldi. Bu jihatdan hozir davrning taqozosi chiqdi. Raqobat endi keskinlashdi. Bu jihatdan men o'ylayman, restoran sohasi
qaytadan yangi bir baldaqqa ko'tarildi deb o'ylayman. Bu jihatdan balkim mush qo'shin qurilish jihatdami biz jiddiy tarbiyalanishga, yangi holatga uyg'unlashga muhtoj deb o'ylayman. To'g'ri hamda bayamamiz deyishdik shu restoranda rastimisin mulozimat talab qilmaydi xaridorlar. Hozir qahvaxona, undan keyin xo'goxonlar deymiz, tomoqxonlarda mulozimat bor, restoranda mulozimat yo'q. Amaliyotda mening o'ylaganimda restoranga alayda mulozimat qilishimiz kerak. Nimishqa deganda restoranga qiz yigitlar noyati chiroyli bir kun vaqtni atdigan amdi. Atdigan altlan qo'yib, uni tarisdan shu go'zalligini bir namoyon qilish uchun yasinib keldi. Undan keyin o to'yga kelgan ota-onlarimiz shu soyib qoldim shu har qanday qadam bosqichlarning hammasi eng yaxshi holatda, go'zal holatda kirdi o to'yga. Undan keyin biz mulozimatchimiz amaliyotda shu to'yning yorishig'i bizmi? Bizningki mulozimatchining birinchi mulozimatimiz tashqi qiyofat. Nimishqa deganda me'morlar eng avval bizningki qiyofatimizni ko'rdi emasmi? Shunga bizningki har dambaning har qanday mush oldi zalning mulozimatchiligi birinchi tashqi qiyofatni bek muhim tutamiz. Nimishqa deganda birinchi mulozimating sening mushu tashqi qiyofating. Birinchi sen ash me'morlarga mushu qiyofatingni yaxshi bera olsang mulozimating bo'ldi birinchi o'tding degan gap. Endi ash restoranlarga bizmi, ash biz mulozimatchilar eng payza holatimizda, chiroyli holatimizda ash to'yga kelgandek ash yasinib kelib birinchi mulozimatimiz biz yaxshi berishimiz kerak. Eng muhim mulozimat shu. Ham nurg'un restoranlarda hozir deganda qahvaxonalarda shunda payza degan qattiq kiyimiz bor. Lekin restoranlarda sochlarni bo'g'ib olgan, ba'zilik tirnoqlari biz mulozimatga bektilab yuqori qo'yimiz uchun nimishqa deganda shu yurishtirish ham deb o'tdim-ku. Olqa, zibizinnat, kirim buyumlarini tat aşındık derecede qat qilamiz. Biz ama şu restoranlarda sochlarni bo'g'ib olgan, undan keyin qip-qizil mayklarni kiyib olgan tosh qiyofat azroqmi bir o'lchamsiz. Amiyatda biz aşı restoranga aşındaq bir güzellikimizni berishimiz kerakda. Aşı restoranning to'yninki yorishig'ida hamda. Shunga bizniki hamda qanday do'kon kirsa, mening birinchi qo'shildig'ini, birinchi mulozimat qiyofati shunchalik go'zal. Amiyat shu restoranlarga biz aşındaq bir mulozimatni berishimiz kerak. Undan keyin masalan bir jo'zga to'yda agar odatdagi qahvaxonalar, tomoqxonalar bo'lsa 4 xil, 5 xil say chiqadi. Restoranlarga oz deganda 10 xil, 10 xil saylar chiqadi. Amaliyotda biz ashu taqsini masalan har bir jo'z birdan taqsi bo'ldi-ku me'morlar yeydigan. Ashu taqsini chuqur biz eng oz o'g'anda biz mulozimatchilik deymiz 5 qatim almashtirish kerak. Nimishqa polo bir xil tam chiqadi, lazcha bir xil tam chiqadi, yana bir xil bir tam chiqadi degandek-chi. Amaliyotda biz ashu mulozimatni berishimiz kerak. Bayam deb o'tdik. Biz aşına tayyorliklan kirimiz jo'p. Biz aşını başlashdan burun chuqum deymiz bolaga. Bugun manda to'y. Bütün hamiyalarini tekshiraymiz. Eng yaxshi holatda kirishing kerak deb tarbiyalashni chuqum ib barmiz bir qatim. Har qatim to'ydan burun. Aşında hamma narsamiz tayyor. Bilsang guylarimizda ota-onaning ismi, qiz yigitning ismi hammani deb birmiz. Bu taq ba'zilarning rasmini oldin akab qo'ydi emasmi? Ay shu juma deb. Aşına qilib qo'ysaqmi? Yana shu aşı bilsang guylarimizda bizniki cho'qa qo'shiq manchiq vaqt man amlashtirsa, mening ta'm olib ketmasin deb qilsak, aşınğı me'morlar qarshi turdi. Oy nimish qamlashtirasiz? Nimish qiyoq bo'ldim shuni yeyaverma. Masalan, asl qoidada choyni chuqur biz quyib berishimiz kerak. To'g'ri. Amaliyotda to'yga kelgan ota-onalar soyib qollanmış deb qo'yinglar, ichinglar u bu degandek hol qolmaydi. Biz abiyam payza holatimizda choyni o'zimiz har bir imanga o'ng tarafidan kaptirib hamma o'gitimiz qo'yib berishimiz kerak, lekin uningmi me'morlar ashningmi amat bizni talab qilsa bo'ldi. Bizning asha me'morlar talab qilib ashunda kiramiz biz. Lekin shu restoranchilikda bayam degandek mulozimat yo'q. Hammadan tomoq qolaq chiqsa qo'yversak, hammasilik usul tanisi bilan naqsha muzikalar bo'lib ketgan keyin tomoq chiqqandan keyin bo'ldi bizning vazifamiz tugadi. Ondan keyin qiyochasiq o'ynab uning ustiga tozaliqmi masalan ashalarlarga jo'zlar odamji qo'ygandan keyin tozaliqlari pokiz olmaydi. Ashuni deymiz bir tal qog'oz tushsa chuqum shuni olib tursa bolalar bizning shuncha go'zal muhit to'ychilar qiz yigitlar shuncha yasinib keldi bu yerga biz bularga ashundoq bir go'zal muhitni berishimiz kerak deb ashundoq tayyorlikdan kirimiz yo'q. Abiyam siz deb o'tdingiz. Bir necha bolalar bizga nozig ma'lum bo'lmay bormaydi. Undaq demangiz, meni mundaq amiyati diliqi tizolaydi, qilalaydi ashballa. Ashni yaxshi gapirsanlar, siz degandekchi, qarang, meni mundaq deysiz, meni mundaq qilasiz. Biz ashni tarbiyalaymiz. Ranglab qo'yish, jo'zi qo'ygan vaqtingda rang o'ynaysan uka.
Ақ bilan qizilni bir aqlar aq kelib qolmaydi. Ranglab tizilsa, masalan, saynim deymiz-ku, ash pishiriqlarni masalan, aq rang bilan qizilni miyaga rang o'ynab turib, ashuni tarbiyalash qilamiz. Siz biz qilgan to'q, lekin o'g'lim biz yorimidi deb bir xil norozi bo'lib keldi. Endi uya kelganning hammasi ilqi bir xil ilqi biz ularga yaxshi gaplarni qilishimiz kerakmish me'morlarimiz ukam tizg'a vaqtida qara mani bunda qilsa mani bunda qara ko'z qo'ydi mush bo'yicha qilgansiz bizning bolalar nima qiladi deganda biz bir qator o'tkazdik emasmi sizning qilganingizni yaxshi qilishga tirishuvdi shu me'morni rozi qilishga shu bizdan talab qilib bo'ldi biz shu cho'qim degan yerdan hasilab chiqishga biz tirishimiz amaliyotda deb o'tdik masalan hozir qaysarkam deb o'tdi bizning mehmonlar talab qilsa qancha talab qilgancha biz qancha o'rgandikmiz talab qilmagancha baribir mushtakangu baribir biz qilsaqmi bizda mehmon talab qilmasa bizning o'rganganlarimiz biz mehmonlarga diyemmisek deb bizmi mulozimatchilarmi bir xil keyingi bugun anglab oldi va'dini endi talabni alomat qo'yamdiki qaysar efendi besim ortib endi shu bizga talabni qancha qo'ysa bizni kallamiz bunda qilsak bo'ldi ekan ba'zi bir shu mulozimatni mehmonlar bizga o'rgatuvchi ba'zi shunaqa aqlli mehmonlar bor bizga o'rgatadi ba'zi mehmonlar shunaqa o'zini olib qochadi shunaqa aqlli himoyaga kirgan vaqtda biz amaliyotda masalan o'zi topamiz yana haqiqatda astoydil shunda inishkalga diqqat inishkiga zig'irga degandek tuyg'u bergan bilan amaliyotda bizga o'zining ishiga shunchalik puxta bo'layotganligidan shaxsan men suyunaman odamda ashta bir iltimos bo'lish kerakda bir xil kasbiy qiziqlik masalan mening o'zimning hamma yerdan bir xil mulozimat yig'ib turib o'ylayman men mening bir xo'shalligim masalan bir jo'zi kelsa ashtu kutish masalan tunigan men shunday yaxshi qildim nima deganda bir jo'zi mehmonni kutib etdimki lekin shu mehmon mehmon bir xush bo'ldi debdiki men shunday rahat his qildim nima deganda mendan mulozimatni kutdi shu mehmon o'zim rozi bo'ldi o'rnini qo'polmasammi deb butun taqsirlarni almashtirib kuldonlarni butun kuldonni almashtirish qoidalarimiz bor bizning uchun shunaqa qilgandim hayron qolibdi Mushinjongda mushnamu mulozimat bor-ku deb. Ular bizdan talab qildi. Biz shunaqa yaxshi qilganimizdan biz xush bo'lamiz. Shunda bir xush bo'ldim masalan men tuniga. Amaliyotda mushlarni bizni taraf qilib bo'ldi restoran, to'ychilar degandek. Murosim menda aytgan chog'da bir yakka shaxsning ishi emas. Mana biz murosim haqida ketyapti paranglarimiz. Bu murosim menda aytgan chog'da bir to'pning, bir ijtimoiy to'pning, bir rayonning bir obrazi aks etadigan cho'ng sahna. Mana bu shtaq sahnada biz mana mulozimat orqali o'zimizning qizg'inlik orqali boshqalarga qanday ta'sirini berish. Bu bak muhim halqa deb o'ylayman. Bu jihatdan balkim sizlarning yana nurg'unliqqa yangiliklar bo'lishi mumkin. Hozir masalamda ko'lam qisqadi. Boy deb o'tgandagidek talla tamoq shaklida, zijilsan shaklida o'tkazish mumkinchiligi bor. Demak, iste'molchilarimiz buni talab qila olish kerak. Hozir biz davotgan narsa. Demak, mushnamda restoranlardan talab qilsa bo'ladi. Burun ko'lam cho'ng vaqtda 50-60 ustalga talab qilsa uninga no yo'q biz ijro qila olmaymiz deyishga to'g'ri keladi. Shu hamma narsa shart-sharoit bilan. Bunga qarata hozir bizda naq siyosat afzalligi bor. Bizningki hozirgi davlatimizningkimi chaqiriq shu. Tejashlik jamiyat qurish, isrofchilikqa qarshi turish, oddiy sodda, ilmiy, madaniy kayfiyat yaratish. Bu jihatda restoranlar hamda cho'ng bir qo'shin bo'lish bilan bu jihatda menimcha cho'qim izlanish kerak, iste'molchilarni yetaklash kerak deb o'ylayman. Al qaynoq murosim paranglari. Men aytdim, deb o'tdim, hamda biz mushuni cho'qim islohot qilishimiz kerak. Masalan, Beijing, Shanxay, Guangzhou, Shenzhen degan bizmi nurg'un mushunda talla tamoq shaklda yoki finsan shaklda mushlar restoranlarni qo'ydik, to'yxonalarni. Bu to'yxona haqiqatan intayin isrofchilikmi yo'q, shunda azoda andin to'y qatnashgan odamning sonimi bizniki hozir o'xshib ketadi. Shu 150 dan 200 bak eshib ketsa 250 odam atrofida shuna to'ylar bo'ladi. Mening nishonim bo'lsa, mush restoranchilikni 25 yil qildik. Tomoqxonamda, bayt restoranga nisbatan ashna deb o'tdim-ku. Hozir ham to'yxonada mush isrofchilik intayin og'ir. Biz bir ikki xil yo'l bilan maqsad bo'ldi. Birinchisi mush tatlarni andın mevchi va qand kezaklarni cho'qim talla xarakterlik bir chetga tizib qo'yishimiz kerak. Buni xalqlar kelib o'zi ashalarda qahvalar bor, choylar bor, ibodat degan o'sha qiynoq choylar, o'zi yoqtiradigan har xil ichimliklar shularni kelib shuni o'zi iste'mol qilsin, ehtiyojiga asosan. U yer turib qolsa,
agar ichimliklar boshqa bir narsalar yana ikkinchi qatam ishlatkil bo'lsa cho'qim uni ishlatkil bo'lgan narsa unda isrofchilik qilsa qilmaydi qanchalik ishlatsa shuning asosan hisobot qilsak bo'ldi endi bu tatlı qantkizak nisbatan ana yana birisiga mushu bizda mening bir hozir o'tolmayotgan yerim mushu zodi to'y jo'sida quruq o'ltirib qoldik degan ishning shuni o'tolmayapman masalan jo'z yumaloq jo'z shundan to'ylar hozir ham shunga yuzlandik mushu hamda sahnada muzikalar bor usul tansa nayta yaxshi faoliyatlar bo'ladi hem bu tamakın tallat şekilli kısak ma jo'zning ustida quruq bo'lib qolsa mushani tazam biz ham buni texim inchik o'ylashib texim yaxshi hal qilsak bo'ldi hamda tallat tamoq deyishimiz sabab shuni elish qulaylik yeyishga qulaylik andan uningga bir masalan tamoqlarning shirinlari uningga kiyimlarga daxl taruz qilmag'idak andan uni yeydigan masalan cho'ka vilka degan narsalarni jo'zda nayt sifatdek shunda turishi kerak hem bu talla tamakka nisbeten mi bizden oylaganlarımız var. Nayt eliş kolaylık özüge epçil boğan tamaklarını ekilişimiz gerek. Hazırki ma restoranda tahsis sanaydigan mesela İbayt'ın uzgum dep ötdi. 999 koyuluk jo'zga bizden şu 14-15 yıl bir narsa çıkdı. Jo'zning ahvoli anda hem İbayt coşkun dep ötken olsa jo'zni tek 2 qavat qilib oldik hozir. Bu jo'zga aslında bir-birlab qo'yiltirsak bunun tamak chiqish surati ishtik hozir. Surat ishtek lekin shu İbayt deb o'tganda tamoq chiqarib olsak bizning vazifamiz tugagandek bo'lib qoldi. Ham bo'lsa bizning maqsadimiz mushu jiq tamoqlarni zirusan shakllik, tallat tamoq shakllik. Ashunda qilib bersak ehtiyojiga asosan yesa bu texim yaxshi. Hiç bo'lmaganda yerim tallat shakllik, Mesela mush tatlıqlar, ichimliklar, buni her vaqtda berib olaligidek. Mundaq imkoniyatni yaratsak, iste'molchilarimiz shunga ma'lum darajada odatlansa. Biz odatlantirish bunda aytgan chog'da. Bu adet özgermişse bizim hareketimiz yani şu burunki konu adet uçuma oldu. Andaki boz mümkün bolsa to'liq talla tamak şekli bilen bolsak yeni buludu. İhtiyaç karta ekilip üstel menimcha quruq qolmaydi. To'g'ri mi? Bizning çaylarımız bor. Bizeklerimiz bor o'zguchilik. Bu menimcha tamak bilen to'shqizib tamakni bizek o'rnida ishlatishimiz bu bizdeki nihoyat binormal bir xohish. To'g'ri. Hamda hozir hamda biz ikki xil tanlash bo'ldi dedik-ku hamda yoki butunlay butunlay to'liqla zirusan shaklli tanlab tamoq. Ikkinchisi cho'qim meva-chevlar. Pishiriqlar tanlab olsinmi? Masalan, ba'zan tamoqlar fansan qilib shu o'z oldiga azozdan chiqadigan, bir kishilikdan chiqadigan. Agar sizning ehtiyojingiz bo'lmasa, siz bo'ldi, men chiqimsin bo'ldi, qarshi tarafga yoki bo'ldi deb qo'lingizni ko'tarib qo'ysangiz mulozimatda elib ketadi. Shuning ham mening fikrim hamda hozirgi mushuni cho'qim biz islohot qilamiz. Islohot qilib cho'qim mushu İbayt deb o'tgan o'xshash mushu ota-onalar to'yning egalari kelsa, shu biz mushuni tashabbus qilmoqchi. Mushuna tanlab tamoq qilib bersak, yoki bo'lmasa pishiriqlaringizni, mushu tatliqlarni qantkizaklarni tanlab qilib bersak, siz qanday qaraysiz deb uni deyishmoqchi. Mushlar bilan masalan Beijing, Shanxayda mushu ishkir o'lkada mush taraqqi qilgan shaharlarda biz nurg'un to'ylarni kuzatdik, nurg'un narsalarni o'rgandik. Bularmi masalan to'yni bir hafta qolganda yoki bir oy qolganda shu ota-ona qiz yigit berib shu yerda o'z yaxshi ko'radigan restoranning rangi yoki bo'lmasa uslubi jihatda muzikantlarning kim-kimi ashuna hammani tanlab bilib andan tamoqqa tushadi. Maxsus to'y loyihasini tuzdiq-ku deyman. Bu hozir bu kasblashib ketdi. Mana qancha qarindosh millatlar bu jihat allaqachon mulozimatga, kasblashgan bir davrga kirib bo'ldi. To'g'ri. Shuni aşağıda hammani deydi. Degandikin biz shu bo'yicha o'rlashtirib bersak bo'ldi. Hamda shu vaqtda men demakchiga haliqi mulozimat andan chiqadi andan. Haliqi ota-onalar shu to'y egalari kelsa shu vaqtda haqiqiy to'yning eng muhim memini qatorida shunda kutildi demakchi. Mening yana his qilishimda jamiyat qanday bir tonish bor desa, hozir tez tamoqxonalar abiya degan nihoyatda sistemalashib, go'zallashib, sifatlashib, yaxshi bir ehtiyojin chiqyotdi tamoqxonalar. Lekin shu restoranga kelgan vaqtida restoran tamoqidan iste'molchilarimizda yana ma'lum darajada gumon qilish xohishi bor. Chunki bu hamda ko'p miqdorda tez suratda ishlab chiqarish bo'layotgan bo'lgandan keyin tamoqning sifatiga nisbatan mushundaq iste'molchilarda sal o'ziga chaq qo'yish xohishim yo'q emas. Shunga to'yga to'yib bor degandek ma'lum darajada o'zini
sel to'ydirib berib oladigan xohishim yo'q. Bu jihatda restoranlarningki balkim necha vaqtdan beri qilayotgan mulozimatlarda ma'lum mushundaq ta'sirlarni berib qo'ygan omillarmi yo'q emas deyishga bo'ladi. Menda aytgan chaqda bu ham ashyolarda hech qanday saballik yo'q. O'xshash ham ashyolar. Buni ekilib endi mush ishlab chiqarish jarayonidagi hunar san'at buning tujupilnishi balkim farqli bo'lib qolgan sababli mushundaq tonish jihatda xato tushunchalarni kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Mushning qarta hamda tamoqlarningki masalan siz hozir ilmiy uzuqlanish sohasida izlanyapsiz. Bizningki asosan to'y-to'ygun murosimlarimiz kechki vaqtga to'g'ri keladi. To'g'ri. Kechki vaqtda biz hozir bu eng muhim vaqt. Bizningki biz chiqayotgan tamoqlarimizning turlari, qurilmasi, buning kaloriya miqdorini hisoblagan chaqda bu bizningki sog'lomligimiz nuqtasidan, ilmiy uzuqlanishdan tubda xilop deb o'ylayman. Shunga mush tamoqningki turlarini isloh qilish jihatda cho'qim bir ta'xirsiz ehtiyoj bor. Bu hatto biz cho'nglarimizmi azm qilinmayotgan, o'zimizningki sog'lomlik endish qilayotgan bir muhitda bolalarmi bizningki nurg'un bolalar murosimlarimiz bor. Hatto to'ylarimizda bolalarga shu tamoqni yegizib qo'yamiz. To'g'ri. Bu meningcha cho'nqur o'ylash tegishlik. Mush jihatda hamda biz masalan bolalar to'y bo'lgan vaqtida bolalarga qanday tamoq chiqarish. Bu biz kelgusining avlodlari barligimiz bolalar uchun davotgan ahvolasida biz ularga xuddi u singmagan, hazm qilishga qurbi yetmagan tamoqlarni zo'lab yegizganda qilsak, bu bizning bir javobgarligimiz bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Programmamizni varis kiyimchiligi alohida qo'llagan. Buning nisbatan hamda masalan xatm to'ylar va xatm to'yda hamda asli hozir xatm to'y emas. Bu xatm to'y shu ota-onaning to'yida ko'p qoldi. Amaliyotda shu xatm to'yni shu bolalarga loyiq qilishimiz kerak. Men aytib deb o'tganda masalan tamoqqa nisbatan kechda bo'lgandan keyin u cho'qim moysiz, bak mayliq bo'lmagan. Masalan qo'rim bo'lish kerak. Qo'rma degan gap cho'qim ko'ksaylar, yeshil saylar, shularning qo'rimlari azazdan finsan qilib qolsak. Ondan cho'qim ayrim chiqqan vaqtda masalan bizda sho'rpa deb ataymiz. Bu sho'rpa asli amaliyotda qo'y sho'rpasi emas. Buni bir xil mogo sho'rpasi yoki pomidorning sho'rpasi yoki bo'lmasa nurg'un ko'k purchoq sho'rpasi, ondan masalan bakroq cho'ng olib kelsamda kapta sho'rpasi yoki bo'lmasa ashunga o'xshash ishlar. Bu hamda buni finsan qilib chiqarildi ma sho'rpa turgan. Tamoqlarni mayliq bo'lmagan masalan eng bo'lmaganda biz shu azroq hamda bu yerda bizning bu qo'rimlarning nurg'unlarini baksal mayliqchi. Bu mayliq narsalarni biz islohot qilib, cho'qim nayt ko'ngil tegmagidek qilib azazdan chiqib birishimiz kerak. Azazdan chiqib birimiz degan gap masalan buning juti hamda nayt aniq bo'lmayadi isloh iliqi desak buni deb bo'g'il bo'lmaydi. Demak cho'g'in masalan nyupaylava. Kalning ash qop-qora go'shida qilgan. Shu nyupayni har bir odamga mashinchilikka chiqib bersak bo'ldi. Masalan shu bir jiq bo'lsa ikki qatim og'izga og'dak ashunda. Ondan masalan bizning nurg'un iliqi mavu qo'riyotgan saylarning masalan shilyanqo yoki mavu yeshil saylar bo'lsa, mushlardan azazdan chiqib bersak bo'ldi. Uningdan boshqa biz bizning nurg'un yaxshi go'shtni iliqi nimasini mavu mayni azishlatib qilgan bizning petermantlava masalan uni hamda meningcha buludu. Ondan samslava, uningdan boshqa ehtiyoji bo'lsa birazdan kavob chiqsaq buludu. Finsan bo'lgandan ibaytning sho'rpalar hargiz qo'y sho'rpasi bo'lmagandan meni bosudi. Lekin biz tizib qo'ygan ziju sambayada mavu ichimlik uni aslab masalan sudashi, ondan meva sharbatlari, uningdan boshqa shampan, har xil sharoblar, ashuna narsalarimiz tizig'liq. Cho'qim ashuna narsalarni iste'mol qilish kerak. Hamda mushu finsanga biz cho'qim naytdi hech kimga kashta hammadan hozir bo'libmi taraqqiy qilgan shaharlarda biz ishkirni jiq ko'rdikchu mushu Meybaybayt degan 4 shahar hamda Jungodagi eng oldingi shaharlar bu. Mushada men ko'rgan vaqtimda bular chiqayotgan tamoq asosligi yeshil ashu kashta ko'ktat ondan bak go'sht miqdori bak oz. Ondan biz bu yerga dopanji, xo'rdoq degan narsalarni hamda bu yeyishkim qolaysiz mush qizcha hozir bo'lgan shunday chiroyli yasanib kelibdi. Mush dopanjini ya, nuzgumishga ya desak mushada.
İkimiz misal alamayımız da ama köynekli oppak olgan çaçırap gitem gidip. Çaçırısıl tügeyimiz bu. Şunun ulan näge verip amlaştırmızdan ha. Şununga mında ılık şirnisi bek etip turduğan onda tamaklarını ıslat kılışımız gerek. Şunun üçün hem de bizde mi nurgun az tamak türümüz intayın köp. Bazılarının azrak mesela New Pay, andın İtalya çöpü, andın biz mi raklarını hemimiz yiyemiz. Andın muşu xeyşen, muşu deniz mahsulotlarının asas kepesak buldu. Hazır biz çıkıvatkan mesela Şanxay yöne 15 ameliyatta şu cozga çıkan Şanxay munda var. Bunu çokunu yetkizemmeyi ayağa. Ağıcı kısanmay kalamam mı, yağı çok kitayım dep açtılık ulçuluk bacıma. Onundan finsan kılıp apırpasak, bakılacak meyvetidir, siz meyvetisiz demiş kalsa aldığımızda özümüzün taksisi var. Şu takside elik belik mında bir pay çıkıdı. Şunda payzına gıyak kıltırığı yok. Şunu yiyotisiz. Mesela bir adamga finsan qanasa 4 tal chiqsa bo'ldi ya 5 tal chiqsa. O biri 10 qachini bekalayga yo'q. 4 qachda hammamiz mushunchilik deysakmi to'yimiz hozir. Shunda ranglik ondan atroflarda az to'la taqa zinnatlik mevalar va chiroyli so'mi va bir tilim apelsin va shuni bilan chiqdi. Ay yana yapilibdi apelsinni yeyotisiz. Nimdiga yaxshi yeginiz kelgandi hozir. Şunda yegim geldi. Şunun demek çoğunum bu mal finsan şekillik. Zıcı sendimi biz üyelerge dapenci, xordak, alıqı lazuru, andın mavi alıqı bağraş beligini şirini bilen qorgan u. Andın yani birisi gomboji diyen, andın xopilaz şoçezi diyen mında saylanı üyege çıkamay çoğun biz naytı hem adam eliş kolaylık bolgan. Mesela Şilenxuan qorsak buldu. Andın mavi yeşil saylarını ne çıkıl qorvasak buldu. Qoruyduğun saylarımız nispeten. Bazılarını biz şu qaqlı mı deyimiz? Şu mavi nöpeyim şu qaqlap pişagan. Koyguşunu mu qaqlap pişirpasak buldu. Mesela qoğunun üstündeki mayını eli bitti. Ay qoğunu bir parçalı qoğunu qapqara göç bilen bolsa, meyli kızçaqlar olsun, meyli ata-anamız olsun, meyli yaşlar olsun, hemmesi yaxşı gördü. Onu çokum pahalıda qaqlap pişirpirişimiz gerek. 11 kebap türü. Aşından aslında hiç kolaylık olgan. Mesela şu qovuruk kebapның mı uçuğa yaltırak qağazını yögep qo'yishimiz gerek. Bizge mesela mında aytqanda biz şu mülazimatni qilg'uchi. Bizden nemin talab qilsa şunu qilamiz. Hem biz talab qilsin deb turmay cho'qim men ko'nglimda Erdembaq şirkati cho'qim boshlamchilik bilan boshni qilishimiz kerak. Rahmat. Mujunda bir pozitsiyada bo'lgani men aytib gapingizni belirtib qoldim. Bizde shunda bir gap bor. Dunyoda yo'qchilik yomon. Yo'qning dadi yomon deydigan. Manda aytgan chaqda partiya hukumatning yetakchiligida bizning rayonimizmi zo'r bir yangi davrni kutib oldi. Demak, u vaqtlarda imkoniyat ozdi. Biz sotsialistik qurilish qilayotgan, taraqqiyot qarab yurishayotgan davrlarda bizningki ota-onalarimiz nurg'unlagan orzularni qilgan bo'lsa-mu, imkoniyatsizdi. Demak, hozir islohot echitishdan keyin bizning davrimiz jo'sh urib rivojlandi, nurg'un imkoniyatlar biz uchun hozir bo'ldi. Mayli hozir bizningki g'arbcha tamoqlarimiz bo'lsin, Jungo cho'ng o'zi bir Jungo taomlari degan dunyoga mashhur bir cho'ng madaniyat. Demak, Xinjiang texi yana bir ko'p millat, ko'p medeniyat mujassamlarga rayon bo'lsa, bu tamoq madaniyati bizning eng zo'r bir afzalligimiz. Hozir shu davrda bu zo'r bir afzalligi namoyon qilib ketyapti. Bizdan hozir butun shart-sharoit, imkoniyat tanlash sharoitimiz bor turib, biz yanalaliqi yo'qning iskanjisida yashsak, bu bir ta'tir tanasiblik ayrilish bo'lib qoladi. Muşu 16 taksa tamak çıkışmış 16-17 çıkıdı ki. Muşu 9'da. Muşu bek ısrapçılık bek yedir. Bunu çokum biz ıslahat kılışımız gerek ibadet diyen olsaçça. Hazır hem de ibadet diyen olsaç Şinjan'ın tamak medeniyetimi kalı en üstün adet duramızımı kalı yakşiyat duruvatıdır. Bizde nurgulluğun tamakның nurgunalıqı yiyiş kolaylık olan tamaklarımız var. Şulan çıkarıp talla tamak kısak buldu. Tamamen buldu. Bunun restoranlarımız mı, şu toyxallarımız mı tamamen yetişiyor. Bunun tamamen yetişiyor diyeceğim sebep biz devletimizden şu ısrapçılık karşı duruş, müşünün nispeten bizim müşünün aldan kılsap durup müşünün kılışımız gerek. Hazır toylar ibadet edip ötken okşaş, bek köp olsa 250 adamlık toy mu? Bo'ldi deganda qashdan yaxshi to'y bo'ladi. Shunga nisbatan biz eng yaxshi mulozimatni shu xaridor talab qilmadi bizdan demay, biz shuningga iste'molga yetaklashimiz kerak. Shuni qilish uchun biz birinchi qadamni olishimiz kerak. Rahmat. Bugun nihoyat yaxshi azodi paranglashdik deb o'ylayman.
Murasimlarimiz haqiqatan ko'p tarmoqlarga chetiladigan, bizningki mavjudligimizni, o'zligimizni namoyon qiladigan yaxshi bir yig'ilish. Shunga biz xalqimiz taraqqiyot davrida yashayotgan bir jamiyat a'zosi bo'lish bilan ilg'or madaniyatni qanday aks ettiramiz? O'zimizningki har bir ish harakatlarimizda, faoliyatlarimizda qanday namoyon qilamiz? Bu biz tahriz duch kelayotgan bir masala. Bugun Qaysar apandininki nihoyat qimmatli taklif fikrlari ko'rmanlarimizga nihoyat yaxshi uchurlarni yetkazdi deb o'ylayman. Murosim haqidagi paranglarimiz yana davomli o'ksimaydi. Ko'rmanlarimizningki bizningki mush temamizga oid o'zining qanday o'ylagan o'y fikrlari bor, ko'z qarashlari bor, biz bilan birlikda ishtirok qilishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Har vaqt bizga diqqat qilishni unutmanglar. Rahmat, bugun nihoyat yaxshi suhbat bo'ldi. Rahmat sizga.